Dev so'ziga e'tibor beradigan bo'lsak, dev so'zini asosi dev, ya'ni boshqa tillardagi so'zlarga monand. Misol uchun, hindlarda bor deva deydi. Mahadeva, ya'ni buyuk iloh yoki boshqa Hind Yevropa tillariga e'tibor bersak, rus tilida diavol deydi, yunon tilida diabolos yoki ingliz tilida devil. Xuddi asosi deyarli bir xilga o'xshab ko'rinadi. Haqiqatdan ham shunday. Qadimda, demak, bu xalqlarni bir bobo tildan, bir bobo urug'dan tarqagan deb qarasak, bu tillarida o'sha diablos yoki o'sha devil, deva shaklida mavjud bo'lgan va hattoki bu Britaniya orolidan to Hindistongacha bo'lgan mintaqada bu so'z turli ko'rinishlarda ishlatilib kelgan. Biroq aynan bir Hindistonda bu so'zning ma'nosi o'zgargan. Ya'ni butun o'sha dev, deva, devil, diablos so'zlari faqatgina salbiy ma'noni anglatadi. O'sha qaysi tildagi ishlatilsa, faqatgina salbiy ma'noni anglatadigan so'z sifatida qaraladi. Ya'ni u Xudoga isyon keltiruvchi, bo'ysunmas, Xudoning bergan buyruqlariga bo'ysunmas bir farishta yoki shunga o'xshash bir maxluqot sifatida ko'rilsa, Hindistonda boshqacha vaziyat. Ya'ni Hindistonda devalar hurmat qilinadi, Xudo darajasiga ko'tarilgan. Misol uchun Shivani Mahadeva deydi, ya'ni buyuk iloh deydi. Ularda devalar Xudo darajasiga ko'tarilgan. Masalan, Markaziy Osiyoda o'sha Avistoni ko'radigan bo'lsak, Xudo degan so'z bor, Ahura deydi. Avistoda Xudo so'zi Ahura deb atalsa, Hind manbalarida, qadimgi sanskrit manbalarida Asura so'ziga duch kelamiz. Ya'ni Ahura bu Avisto va undan Markaziy Osiyo xalqlari tushunchasida bu Xudo ma'nosini bildirsa, masalan, Ahura Mazda deymiz. Mazda donishmandlik xudosi degan ma'noda ishlatilgan. Hindiston mintaqasida sanskrit bitiklarida Asura shaklida keladi. Bunda aynan biz hozir nazarda tutgan jin yoki dev ma'nosi mos tushadi. Ya'ni bu yerda salbiylik mavjud Asurada. Ya'ni u faqat insoniyatga yomonlik keltiradi, zarar keltiradi, kasalliklar olib keladi degan tushuncha mavjud bo'lgan.